Kecha tualetga chiroq o'tkazish kerak edi. Elektrik menga shunaqa spiska yozib berdiki, o'qib o'yladim, biz tualet quryapmizmi yoki GESmi? Sen tushunmaysan, ular zapasi bilan oladi. Masalan, bitta lampochkaga 3 kilometr kabel, 40 ta avtomat va albatta 10 pachka ko'k izolenta. Izolenta nega aynan ko'k qorasi bo'lmaydimi? Yo'q, bu elektrikni tumori. U nafaqat tokdan, uyni jilladan va xotinni janjalidan saqlaydi. Ha, olib qo'yish kerak ekan, xotinni janjalidan saqlasa. Keyin xullas ishini boshladi. Birinchi gapi nima bo'ldi, topchi? Bu shitni qaysi xalturachiga qildirgansiz? Qo'ling singur dabdala qilib tashabdi-ku. degan. Shundaymi? Xuddi shunaqa dedi. Bularni har biriga tekkan kasal ekan. O'zidan oldingi ustani yomonlamasa, atvertkasi aylanmas ekan. Da, shunaqa aylanmay qoladi. Narxini qanaqa etdi? Tochka sanadimi yoki общий qilib 380 zaryaddan berdim? Ularni nazar bilan narx belgilash taktikasi bor ekan. Uyingga, mashinangga qarab narx aytar ekan. Menda Malibu bo'lgan sabab $500 etdi. Matiz bo'lganda $100 etardi. Bu faza 0 emas, hamyon 0 fizikasi jigar. Lekin Toshkentda faza elektro degan brigada chiqibdi. Qoyil qovordim ishiga. Hamyonni 0 emas, minusga kirgizib qo'yar ekanmi? Men ham shunaqa deb o'ylagandim, ammo insofli chiqdi. Shitlarni ulashini ko'rsang, perfeksionist kayf qo'radi. Toshkent shahrida xizmat qilishar ekan, lekin Manhattandan zakaz tushsa etga ham 3 yuborar ekan. Tajribasi 15 yillik, ondan ziyod mutaxassis ishlar ekan. Как раз banan ekishga teplitsa qurdirib o'shani elektrikasini montaj qilishga chaqiraman. Bahonada sinab ko'ramiz darajasini. Jigar, yur endi mana bu kiyimlarni qaytarishimiz kerak. Prokatga 2 minutga olgandim, o'zimcha elektrik bo'laman deb.